32 bab. İsraillar Musa'nın şuncha vaqtdan beri tog'dan tushmaganligini ko'rib, Harunning atrofiga olishib, uningga: "Turing, bizga yo'l boshlab mangdigan but yasab bering. Bizni Misrni elib chiqqan yilqi Musoning nima bo'lib ketganligini bilolmadik" deyishdi. Harun ularga: "Xotin, bola jaqlinglarning qulog'idagi oltin halqlarni menga akilib beringlar" dedi. Ular oltin halqlarni elib Harunning oldiga kelishdi. Harun halqlarni ishlatib, mo'zay surtida bir but yasidi. Xaloyiq: "Hey İsrail xalqi, bizni Misrdan elib chiqqan ilohimiz mana shu" deyishdi. Harun buni ko'rib, oltin mo'zay butning oldiga bir qurbonlik supsi yasab, "Ata, Parvardigor uchun heyt qilamiz" deb e'lon qildi. Atsarda xalq ko'ydirma qurbonlik va omonlik qurbonligini qildi. Ondan keyin o'ltirib, xoligancha yeb ichishib, kayf safa qilishdi. Parvardigor Musoga: "Sen darhol tog'dan tushgin, chunki sen Misrdan elib chiqqan xalqing gunohga to'ldi. Ular men ko'rsatgan yo'ldan chetnab ketdi. Ular oltindan mo'zay surtida but yasab, uningga cho'qinib, uning uchun qurbonlik qilishdi. Ular bizni Misrdan elib chiqqan ilohimiz mana shu deyishdi. Men bu xalqning intayin bo'yni qattiqligini bildim. Endi sen mening ishimga aralashma. Men ularga g'azabimni tushirib, halok qilib etman. Seni va sening avlodlaringni bo'lsa, cho'ng xalq qilaman" dedi. Lekin Musa Parvardigori bo'lgan Xudoga mundaq dedi: "Ey Parvardigor, o'z xalqingga nemishqa bundaq g'azablanasan? Ularni sen zo'r qudrating bilan Misrdan elib chiqmaganmiding? Nima uchun Misrliklarga Xudosi ularni tog'dalalarda butunlay halok qilib, yer yuzidan yo'qotish uchun maqsadlik holda Misrdan elib chiqqan ekan deyishga sabab tepib berisan? G'azabingni besib elib, niyatingdan yong'aysan. O'z xalqingga cho'ng baloyi ofat tushmagaysan. Xizmatkorlaring İbrahim, İshak ve Yaqublarni asligaysan. Sen o'z noming bilan qasam qilib ularga avlodingni osmondagi yulduzadek ko'p qilaman. Bu butun zeminni sening avlodingga mangulik miros qilib beraman degan eding" dedi. Bunun bilan Parvardigor niyatidan yenib, o'z xalqiga baloyi ofat tushirmadi. Musa ikki yuziga parza yozilgan ikki tosh taxtini elib tog'dan tushdi. Bu ikki tosh taxtiga Xudo o'zi ajr sundirib, uningga farzlarni o'z qo'li bilan yozgan edi. Yashu xaloyiqning chiqqan suran ovozini anglab Musoga: "Qarag'oqda jangning ovozi chiqayotgandek qiladi" dedi. Musa uningga: "Jang g'alabasining tantansigimi, mag'lubiyat faryodigimi o'xshamaydi, balki naqshi kuy sadosi" dedi. Musa qarag'oqqa yaqin kelib, mo'zay but va samoga tushgan xaloyiqni ko'rib, g'azabini bosolmay elib tushgan ikki tosh taxtini tog'ning etigida yerga tashlab chiqibatdi. Ondan u xaloyiq yasib olgan mo'zayni ko'ydirib, talqandek qilib suvga chechibatdi va Isroillarni uni ichishga buyurdi. U Harunga: "Bu kishilarni shuncha cho'ng gunohga qo'yibatgudak, ular sanga nima qilgan edi?" dedi. Harun
mundaq javob berdi. Manga xafa bo'lmag'aysan. Bu kishilarning yomonlik qilishga niyat bog'laganligidan sening xabaring bor. Ular manga bizga yo'l boshlab mangdigan but yasab bering. Bizni misini elib chiqqan Hilqi Musoning nima bo'lib ketganligini bilolmadik, dedi. Men ularga oltin zinat buyumlaringlarni akilinglar degan edim. Oltin jabduqlari bola akilib, manga topshirdi. Men bu oltin jabduqlarni ot tashlab edim, u mo'zay bo'lib chiqdi. Musa Harunning boshqarishga amalsiz qolganligi bilan xalqning o'z maylicha ish qilib, dushmanlarining masxir nishoni bo'lib qolganligini ko'rdi. U qarorgohning oldida turib, qattiq ovoz bilan Parvardigor tarafda turadiganlar, men tarafga kelinglar, deb to'lgan edi. Butkul lavilar uning atrofiga yig'ildi. Musa ularga Parvardigor, ya'ni İsraillar itqat qilib kelgan Xudo sizlarga hammanglarning qilich esib, qarorgohning bu chetidan u chetiga oralab, o'z qarindoshlaringlar, do'st birodaringlar va qo'shnilarni o'ltirishinglarni buyurdi, dedi. Lavilar buyruqqa bo'ysunib, u kuni taxminan 3000 kishini qirib etdi. Musa Lavilarga bugun o'zinglarni Parvardigorga otidinglar. Sizlar o'z o'g'illaringlar va qarindoshlaringlarni aymaganliginglar uchun bugun Parvardigorning iltifotiga muyassar bo'ldinglar, dedi. Aytisi Musa xaloyiqqa, sizlar cho'ng gunoh qildinglar. Endi men yana taqqa Parvardigorning yeliga chiqaman. Sizlarga Parvardigorning kechirimini tilayman. Balkim uningga muyassar bo'la olishi mumkin, dedi. Buning bilan Musa Parvardigorning huzuriga chiqib, bu xalq cho'ng gunoh qildi. Ular oltindan but yasab cho'qindi. Ularning gunohini kechirim qilgaysan. Undaq bo'lmasa, o'z xalqingning qatoridan mening ismimni chiqarib atgaysan, dedi. Parvardigor uningga xalqim qatoridan chiqarib etilganlar mening oldimda gunoh qilganlardir. Endi sen xalqni men sana ko'rsatgan joyga elib bor. Mening farishtam oldingda seni boshlab mangdi. Lekin vaqti kelganda men ularni o'tkazgan gunohlari uchun jazolayman, deb javob qaytardi. Parvardigor xalq ichiga kesal tushirdi. Chunki ular Harun yasab bergan oltin mo'zayga cho'qingan edi.